Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Qisqa lo'nda qilib hozirgi paytda santexnika narx-navosi haqida ma'lumot berib ketishga harakat qilaman. Ya'ni hozirgi vaqtda tochkalar qanchadan qilinibdi? Misol uchun suv tochka, kanalizatsiya tochka, topli pol, radiator tochka qanchadan qilinibdi? Bu narsa viloyatlarga qarab o'zgaradi. Misol uchun narx-navo asosan Toshkentda va Samarqandda qimmat. Nisbatan boshqa viloyatlarda narx-navo arzon. Xo'p, o'rtacha narx-navoni aytaman. Eng qimmati emas, eng arzoni emas. Xo'p, suv tochkaga to'xtaladigan bo'lsak, bitta rakminaga nechta suv tochka ketadi desanglar, ikkita suv tochka bo'ladi, qaranglar. Bitta issiq suv tochka bo'ladi. O'rtacha hozirgi vaqtda qilinadigan narx-navo $10 dan qilinmoqda. Ya'ni mana shu rakminamizga ikkita tochka bo'lsa $20 ga aylanadi. Bitta kanalizatsiya tochka ham xuddi shunday $10. Endi bu narsa boya aytgandek viloyatlarga qarab o'zgaradi, keyin ustidan ish sifatiga qarab ham o'zgaradi. Ish anaqa akkuratni, idealni bo'lsa, baribir narx-navo ancha yaxshi bo'ladi. Qaranglar, montajlar bo'lgan, sovuqdan bir xil holatda chiqib turibdi. Turbalar polniy izolyatsiya qilingan. Misol uchun kanalizatsiya turbani tepaga qarab, tomga qarab chiqarib yuborilgan, ya'ni sanuzildan olib chiqmasligi uchun mana shunaqa holat qilingan. Suv tochka narxini aytdim, $10, o'rtacha qilayotganlar $15 ham qilibdi. Qilayotganlar $7 ham qilibdi. O'rtacha narxi $10, ya'ni bitta suv tochka narxi $10, kanalizatsiya tochka ham $10 ga aylanmoqda. Xo'p, radiator tochka necha pul desanglar, radiator tochka ham xuddi shunday, misol uchun viloyatlarga qarab o'zgaradi, $40 dan $60 gacha qilinmoqda. Ya'ni bitta radiator tochka, misol uchun men Toshkent bilan Samarqand narx-navosini aytaman. Asosan Toshkent narx-navosini. Toshkentda $40 dan $60 gacha radiator qo'yishmoqda. Misol uchun bitta tochka qanday hisoblanadi desanglar, bitta xonaga ikkita radiator qo'yganmiz, значит, eng arzon sredniy narx bo'lsa $40 bo'lsa $80 ga aylanadi mana shu xonaga qo'yilgan radiator. Xo'p, yana topli pol qilingan bo'lsa, bu yerda topli polni kvadratga hisoblanadi. Kvadrat topli polni o'rtacha hozirgi vaqtda $4 dan $6 gacha ustalar qilishmoqda. Ya'ni o'rtachasi $6. Sredniy arzonroq o'rtacha variant $6. Bu obyektimizga kelamiz. Fertilga qilib boshqadan qilganmiz, mana bu xatlarni ko'rishingiz mumkin. Polni boshqa ustalar ishlagan ekan, shuni olib tashlab boshqa xatdan qilganmiz. Ko'p joylarga suv qo'yib yuborgan, sistema ishlamasligi aniq bo'lgan uchun bizani chaqirishgan. Mavzudan chetlashmaymiz. Yana nima narx-navosi qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Narx-navo haqida ma'lumot berishgan santexnika bo'yicha.